ixtiyoriy bitta talaba. Musiqachi yigitlarimizga O'zini omadini sinab ko'radi. Ha, sozandalarimizgami? Muhammadjon, yo'q, to'xtang. Muhammadjonga taqdim qilamiz. Birinchi marta ishtirok etyaptilar. Muhammadjon, keling. Bu aynan sizda sinab ko'ramiz endi bu narsani. Bizda ortiqcha mikrofon bormi? Ha, mikrofon beramiz, Shahzoda. Muhammadjon. Xo'sh, savollarni taqdim qilishni boshlaymiz. Tushundingiz-a o'yin shartini? Boshlaymiz. Mikrofonni yaqinroq ushlaysiz. Boshlaymiz. Tayyormizmi? Boshladik. Boshladim. Boshladim. Yovvoyi hayvon. Noyidi. Siz ayting nima yeyishini, nima yeyman deb. Nima yeyman deb, falon narsa yeymanmi deb so'rang. O'rmonda yashaymanmi, uydami? O'rmonda. Mehmonlardan ham so'rang. Bu yoqdagi mehmonlardan ham so'rang. Sherigidan so'rayapti. Kichkinami, kattami? Kichkina. Vaqt oz qolyapti. Bu yoqdan so'rang, bu yoqdan. Vaqt oz qolyapti. Xo'sh. Bana sen gereksen bana sen gerek. Sana ben gerekmen bana sen Ana. gerek. Qo'shiqdan ishora qilyaptilar, ey. Olmahammadi. Baribir san'atkorni himoya qiladi. Olmaxon edi, ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin. Marhamat. Va o'yin a'lo darajada yakuniga yetdi nazarimda. Xo'janiyoz, aynan bugun otajonning yangi qirrasini kashf qildim. Otamlarga ko'p yordam berar ekanlar. Hozir hammani iloji boricha yaqinlashtirdilar javobga. Albatta. Hammaga